Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga global mail a'zolari qo'limizdagi flagman modellar hamda sveji O'zbekistonda hali ishlab ulgurmagan, undan tashqari yangi chegirmaga tushgan smartfonlarimizni birma-bir narxlarni tanishtiramiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qoq markazida joylashgan Ansor majmuasining ichida. Inshaalloh hozirgi tanishtirgan narxlarimizdan o'zing do'konimizga tashrif buyursalaring 5-10 dollardan imkon darajasida o'tib beramiz. Xo'p, qanaqa smartfonlarni zarur bo'lsa, Telegramdan bemalol yozinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlaringizni video qilib tashlaymiz. Yo'qsa, oldindan 200 ming to'lov qilib berasiz, qolganini borgandan keyin inshaalloh kartamizga yana tushib beramiz. Men sizlarga bugungi kundalik chegirmadagi smartfonlarni yangilarini taklif qilaman. Qo'limda 1 yil servis garantiyaga ega bo'lgan Redmi 14C 4/128 talik zapechatli absolutno yangi smartfonimiz. Bu smartfon narxi 125-130 dollardan kam sotilmaydi. Men sizlarga super chegirmada 116 dollarga taklif qilaman. Rabочий narxiga yangi smartfonni xarid qilinglar. Endi chiqqaniga hali hech qancha bo'lmagan Redmi AB smartfonlar taklif qilamiz. 4 operativga 128 xotira hamda 3 operativga 64 xotiraliklari. Bu smartfonlarimiz ham zapechatli absolutno yangi, vakuumi ham buzilmagan. Narxlari, hurmatli obunachilar, 364 taligini 95 dollardan, 4/128 taligini esa 109 dollardan qilib berishga tayyormiz. Endi hozirgi kunda iPhone 16 Pro Max'lar deyarli kirmayapti. Narxlari ham ancha baland. Men sizlarga arzon narxda smartfonda No Active'ni taklif qilaman. Eng xadovoy desert rangda. Bu smartfonlarimiz 256 talik hammasi. Eng xadovoy rangi desert hamda black. Black rangi desert rangidan 15 dollar narxi oshib qolgan, lekin men sizlarga arzon narxda qilib beraman. Smartfonlarimiz absolutno yangi, xudo xolasa. Xo'p, 16 Pro Max smartfonlarimizni global mailda 1245 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Endi bugungi kunda trading asosida 222 Ultra olib qolganmiz. Tanlovda holatiga hamda so'zlarimga albatta e'tibor beringlar. Xo'p, qo'limda S22 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 108 megapiksel kamera, 5 yil machakinadan jihozlangan, holati xudo xolasa tiniq holat. Ozgina chetida tushgan joyi bor ekan, lekin qolgan joylari juda ham ideal holatda turibdi. Eng xadovoy green rangda. Buni A- birorta nuqtasi yo'q. 430 dollar. Men sizlarga buni chegirma qilgan holatda hoziroq buyurtma beringlar. 410 dollarga qilib berishga tayyormiz. Xudo xolasa foydalanib qo'yinglar. Keyingisi S22 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 protsessor. Shuni bitta yaqinroq ko'rsating. Hurmatli obunachilar, g'ilofsiz ishlatilgan. Qirg'oqlarda shunaqangi shilingan joylari bor, lekin samnigilarning ekranida mana ko'ringlar, hech qanaqangi muammosi yo'q. Pechati, dog'i. Inshaalloh do'konimizda albatta kafolat xatlarini yozib beramiz. Narxi super chegirmada hozirroq buyurtma berishingiz mumkin. S21 Ultra'ni ideal holatdagi 350 dollarga olgandan ko'ra men sizlarga 357 dollarga S22 Ultra taklif qilaman. Xudo xolasa bonuslar bilan dastavkalarni mutlaqo bepul qilib yetkazib beramiz. Qo'limda S23 Plus smartfonni 2 sim kartali Vietnam 8256 4700 mAh akkumulyator, narxi esa 475 dollarga. A32 bej smartfonlarni ideal holatdagilari deyarli kelmayapti. Men sizlarga birorta ham nuqtasi yo'q. 4000 mAh, 5000 mAh akkumulyator, 4/128, 5G ni qo'llab-quvvatlaydigan A32 bej smartfonimizni batareyalar ham biton bo'ladi, chunki bular ekrani farqi ekran. 32 ni o'zi 4G lari AMOLED bo'ladi. Buni narxini sizlarga chegirma qilgan holatda, zo'r holatdagilarni 117 dollardan qilib beramiz. Ketidan sizlarga ekranlari zo'r bo'lgan, holati a'lo darajada bo'lgan Snapdragon protsessor bilan jihozlangan M33 bej smartfonimiz. 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. 6 operativga 128 xotira, 5000 mAh akkumulyatordan jihozlangan. O'zimga eng yoqqan rangidan oqidan 2 dona tiniq holatdagi bizda mavjud. Narxi 130 dollarga. 100% imekasi ofitsialniy o'tgan. Endi hurmatli obunachilar, zo'r taklif sizlarga. Bunaqasini topishlaring juda ham qiyin. Deyarli yo'q hisobda. Default zaryadkasi yo'q ekan. Korobka dokumentlari bilan default ikki smartfonimizni holati zo'r holatdagini olib qolganmiz. Bu O'zbekistonda ishlagan, imekasi o'tgan,
korobka hujjatlari mana. Qaranglar. Bunaqasi hali ham bo'lmaydi. Sizlar uchun aziz obunachilar 12 operativka, 256 xotira, 4500 mAh akkumulyator, 5G da qo'llab-quvvatlaydigan bu smartfonimizni hozirroq buyurtma beringlar. 255 dollardan 255 dollarga qilib berishga tayyormiz. Xudo xolasa bunaqa narxda yo'q. Xo'p, juda ham kontaktli bo'lgan Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 8 ga 256, 3700 mAh akkumulyatordan chiqarilgan S22 5G smartfonimizni green rangligi narxi esa 265 dollarga. Keyingi smartfonimiz S9 4 operativka, 64 xotira, 3000 mAh akkumulyator. Ekranlarda hech qanaqangi muammosi yo'q. O'zbekistonda ishlab ulgurmagan. Narxi esa hurmatli obunachilar 107 dollarga qilib beramiz. Xo'p, M23 5G smartfon, Snapdragon protsessor, 4 ga 128, 4,5 ming mAh akkumulyator, holati juda ham tiniq holatda, temboli green rangda. Green rang bilasizlar, eng hadavo rang hisoblanadi hozirgi kunda. Narxi 117 dollarga. Endi anchadan beri bunaqa ideal holatda salafanlar olinmagan S10 5G lar kirmayapti, qaranglar. Birorta nuqtasi yo'q. Juda ham bahaybat bo'lgan 8 operativka, 256 xotira, 4500 mAh akkumulyatordan chiqarilgan 5G da qo'llab-quvvatlaydigan salafan holatdagi S10 5G larda 1 emas 2 ta gold hamda qora eng hadavoy ideal holatdagilarni 205 dollardan qilib beramiz. Endi Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 4 ga 8 ga 256, 4500 mAh akkumulyatordan chiqarilgan eng hadavoy ranglar bular ham. Bugun men sizlarga faqat hadavoy eng tiniq smartfonlarni taklif qilyapman. Qora rangligisi narxi esa 317 dollarga, super chegirmada 325 dollardan kamiga sotmaymiz. 4900 mAh akkumulyator, 12 ga 512 talik Snapdragon 8 Gen 3 protsessor, S24 Plus smartfonimizni green rangda. 512 taligini esa bizdan 540 dollarga olishlar mumkin. 256 taylarni ham deyarli hamma rangidan bor. Ular narxini 515 dollar qilib beramiz. Anchadan beri kelmayotgan S10 smartfonlar, hurmatli obunachilar, oldidagi laminatsiyalari ham olinmagan, tevadagi plyonkalari ham olinmagan. Xuddiki yangi telefon olyapman deb olasizlar mana. To'rala tomonida salafani bor. Birorta nuqtasi yo'q, ideal holatda. Narxi esa 187 dollarga. S10 8 operativka, 128 xotiraligi. iPhone XS 100 yomkis 64 talik narxi 170 dollarga. iPhone 11 80 yomkis 64 talik narxi 210 dollarga. iPhone 11 Pro 74 256 ekranlari almashgan, holati zo'r holatda, hech qanday orqalari almashmagan, faqat ekran yangi qo'yilgan. Xo'p, buni ikkita minus tomoni, bitta minus tomoni ekran yangi qo'yilgan, bitta minusi Face ishlamaydi, lekin narxi iPhone XS narxidan 5 dollar qimmatiga 175 dollarga 74 yomkis 256 talik iPhone 11 Pro taklif qilamiz. Endi bizga bu safar Xitoydan ham smartfonlar kirib keldi. Charegionda 95 yomkis 128, 95 yomkis 128 talik. Buni afzallik jihati nima desalaring, ikkita sim karta ishlatib olasizlar. iPhone 12 Pro Max'lar Blue hamda eng hadavoy qora ranglar. Tanlov o'zlaringda, tanlovlarga qarab zakaz beringlar. Smartfonlar narxlari 420 ga 128 talik, 445 dollarga esa 256 taylari mavjud. Ketidan men sizlarga Amerika region 128 xotirali 90 yomkisli iPhone 13 Pro Max qora rangni taklif qilaman. Narxi 550 dollarga. Eng hadavoy bo'lgan green rangda Amerika region 96 yomkis 128 juda ham yoqimli rangda, holati a'lo darajada, narxi 555 dollarga. Xo'p, bu faqat iPhone 13 Pro da chiqqan ranglarda 90 hamda 92, 128 hamda 1 terabaytli iPhone 13 Pro Max smartfonlari. Xo'p, bu smartfonlarning afzallik jihati nimada deganlarga, bular eSIM ham o'qiydi, Perfectum ham o'qiydi. Narxlari esa sizlarga 550 ga 90 yomkis 128 talik, 1 terabaytli 92 yomkisligini super chegirmada 595 dollarga qilib berishga tayyormiz. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishga davom etinglar. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga bemalol aloqa chiqib olasizlar. Instagram, Telegram kanallarimizga obuna bo'lib turinglar. Har kun kelgan smartfonlarni o'zim birma-bir istoriyaga hamda Telegram kanallariga joylab boraman.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.